Ya Allah, ya Rabbal alamin. O'zing ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minatlarni bahramand aylagin. Xususan ushbu go'zal bir majlisni o'tkazishni tayyorlagan azizlarimizdan, Rossiyaning musulmonlaridan, bu yerda o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan azizlaringdan o'tgan mu'min musulmonlarni hammasini Parvardigora bahramand aylagin. Ularni yotgan joylarini jannatdan qilgin, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh aylab, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni qabul aylagin. Qolganlarni barchalarini Qur'onni hidoyatiga o'zing boshlagin. Xususan ushbu majlisda ishtirok etayotgan azizlarimizni, majlis qilayotgan azizlarimizni hammalarini ulamolarimiz, imom domlalarimiz